Bir kishi do'stiga aytayapti. Qanday qilib uyda o'tirasan? Qanday yolg'izlikka chidaysan? Qanday yolg'izlikka chidaysan desa, do'sti javob beryapti. Diqqat qilinglar. Yoshligimda bundan ham qiyin narsaga sabr qila olardim. Nima edi u? Odamlar orasida o'tirardim, gapirmay sukut saqlardim. Bormi? Odamlarning orasida bo'lish uchun, ularga yoqish uchun tabiatingga teskari bo'lgan, o'zingga yoqmaydigan ishlarni qilib, boshqalarni rozi qilganingdan ko'ra uyingda o'tirganing yaxshi. Ma'qulmi? Yolg'iz qolmasang, birodar, hech qachon o'zingning fikringni eshitmaysan, o'zingning ovozingni eshitmaysan. Al-wihdatu khayrun min rafiqis su. Yomon ulfatdan ko'ra yolg'iz o'tirishlik afzal bo'ladi. Xullas, birodar, sendan yagona talabim shuki, ishingni qarab qil, qadamingni o'ylab bos. Agar yaxshilik bo'lmasa, ko'chaga chiqishing, uyingda o'tir.